Vokzaldamiz, xudo xolisa Farg'onaga 10x galovkamiz chiqaraveramiz aka. Hozir biz xo'sh tog'am xudo xolisa yetkazib beradi, egalari bilan gaplashyapti. Javob berolmaydi. Men Andijondan telefon qilyapman, men sizga 10x galovka borish kerakmidi? Mashinada nima muammo? Mashinada antifriz rasxod boshlanib qolgan. Keluvdi tekshirdik, galovka yoriq. Yoriqlarini yamab, davleniyada tekshirib, xudo xolisa go'zal holatda qilib qo'ydi, olib borib qo'yadi. Antifriz rasxodi xudo xolisa yo'qoladi. Lekin shopir akalar bilan gaplashish ham oson emas ekan akalar. Voy. Xudo xolisa shu inson olib ketadi. Aka, mana galovkasi tayyor bo'ldi. Tayyorlab, yamab, xudo xolisa antifriz rasxodlari yo'qoldi akalar. Sizga O'zbekiston bo'yicha bemalol shunaqa xizmat bo'yicha shu vokzalga kelib qolsa bo'ldi. O'zimiz ishxonamizga kelib olib ketib olamiz. Sog' bo'ling.